so'us qilaman ona. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men yo'qotib qo'ygan pomidoring. Bu sizdamidi? Ha, yo'qotsa televideniyaga chiqib vahima qilasan, jar solasan. Qishlarni sharmanda qilding, sen to'y. Ha, qayoqqa rais bu? Yangi mahallani tekshirib kelay. Va bo'lag'anglar, rais bu kelib, hamma tomon qorabini chiqara oladi. O'zingni jigirar, keldi, o'ldi. Rais bu qishlamizga xush kelibsiz. Qo'yag'i daryari bo'yiga nima kelding? Mana siz kelishingiz munosabat bilan suv sport turini yo'lga qo'ydik. Hozir sizga o'lga itbaliq raqsini namoyish etadi. Indirjit, boshlanadi qara. Bolalar начинаем приготовились. Oh, qarang, ustozlar. Siz shuna qarang, bejir muhitdan mingron chiqarib berasiz işte. Darmiyat u cho'kyapti. Chiqar bolalarni suvdan kelajagini o'ldirib. Biz bu men qishloqda tutqatar jag'alar pol Amerika, Kaliforniya daraxtlarini ekib qo'ydik mana. Yashnab gullab turib qarang. Mana nima rais bu men bilan aytdim, skoch ishlamaydi desam, yo'q, do'stlarini ishlaydi. Mana ahvol endi. Sen men kelishimga yo'q, biz mahalladagi baqateriyalarni olib kelib suqib qo'ydingmi? Hozir to'nga qamab uraman. Rais bu qo'ltig'i usasida, voy! Rais bu mahallamiz eng oldi tadbirkori. Loyihasi bor. Bitta eshitib ko'ring. Rais bu mana Gazek degan o'zimizning milliy brend yangi semishkani ishlab chiqardik. Ta'mi zo'r ekan, yomon shirin ekan. Rais bu qo'limda naqd $10,000 bitta pochka. Mana shu $10,000 Gazek semishkasining 200 grammligiga mana $10,000 $20 qilaman deb ichiga sovoraman. Ham semishkani mazaq chaqchadi, ham surpriz $20 chiqadi. Qale. Yo'qma-yo'q. Rais bu kim semishkasida $20 chiqsa, chiqqan zahoti o'zini telefoniga videoga olib, Instagramiga joylab, gazek.uzga savtib tashlasa, o'shalar ichida ham bitta iPhone 17 Pro o'ynaymiz. Undan tashqari, Gazaki mana shu xohlagan kichkinasi kattasida kreativ, qiziqarli video qilgan любой yurtdoshlarimiz o'rtasida ham iPhone 17 o'ynaymiz. Faqat ularni ham sharti xuddi shunaqa o'zlarining profiliga joylab, gazek.uzga savtib tashlash kerak. Bo'ldi. Bular xayrli ish boshlashganda, sotib olgan simichkani 1% saraton bilan kasallangan bolachalarga ajratilyapti. Mahalladagilarga, do'konlarga to'ldirib tashlasin. Bo'ldi. Rais bu asfalt qalay, asfalt. Bu ayoqlarim maza qilyapti. Mehnat qildik men. Gap yo'q. Televideniyada kelishgan uni intervyu bering. Rais bu mana mahallaga asfaltlar yotqizildi. Buni sababi nimada? Endi mahallani chiroyli bo'lishiga sabab mana shu asfaltga ajratilgan pulni to'ch asfaltga ishlatganda chiroyliligini salapanmi? Salapan, rais bu salapan. O'zingiz jinniga so'mab pulini yarmini o'zingiz moshina oldingiz, qizingizni chiqardingiz, o'g'lingizni uylandingiz. Mahallada hammaga shapalaq qilasiz. Uyda xotindan qo'rqasiz, bilmaydi, o'ylaysizmi? Bunday qildingiz-ku? Ye, shallaqigina.